Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sanamiz demak 18-iyul 2026-yil. Do'stlar, sizlarga bo'lgan bugungi vaqtgacha pishib bo'lgan uzumlarni taqqoslab ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Xo'p, demak, mana bu kattasi avtograf Kalogen bu. Bunisi Tornado. Bunisi Etyud. Bu Dubovskiy ro'zoy mana do'stlar. Ana donni hozir kattaliklarini ko'ramiz, shakar miqdorini refraktometr yordamida o'lchab ko'ramiz. Mana avtograf Kalogen do'stlar, qarang. Juda go'zal. Bu yilgi nishona hosili bu. Bir mana shu hosilda qildim, mana to'liq pishdi. Rangini ham qarang, o'ta go'zal, chiroyli. Xo'p, demak, mana shu avtograf Kalogendan boshlaymiz. Mana gurgut qutisiga moslab ko'ramiz. Mana do'stlar 5 santimetr bor. Mana ozgina yetmasa agar 5 santimetr. Ikkitasini qo'yadigan bo'lsam, ikkitasi sig'ish qiyinroq bo'lyapti mana do'stlar. Avtograf Kalogen bu. Endi Dubovskiy ro'zoyni qo'yamiz. Mana bu Dubovskiy ro'zoy do'stlar. Ikkitasi sig'maydi, bu yuqoriroq. Bunisi Tornado. Mana do'stlar. Bu Tornado. Etyud. Mana bular to'liq pishib bo'lgan hozirgi kunda. Endi taroziga qo'yib, buni grammini o'lchab olamiz. Tarozimizni nol qoldik. Avtograf Kalogendan boshlaymiz yana. 13 gram mana do'stlar. Mana ikkinchisi qanchaga? Boshqadan ko'ramiz. Ikkinchisi 14 gram. 13 ga 14. Hmm. 26 gram. Ikkitasi. O'ta yirik don. Dubovskiy ro'zoyni ko'ramiz endi mana. 12 gram ekan. Ikkinchisi 24 gram. 12 gramdan 24 gram bo'lyapti. Etyudni ko'ramiz. Etyud ham 12 gram ekan. Mana bunisi 13. Ikkitasi 22 bo'lyapti shunda. 13 gram. Ikkinchisi 10 gram. Tarozimiz sal noto'g'ri ko'rsatyapti nima. Bittasi 10 gram. Bittasi tarozimiz tekisroq qo'yamiz. 19 gram bo'lyapti. 10 gramga 10 gram. Tarozimiz 1-2 gramga noto'g'ri ko'rsatyapti shekilli. Xo'p, mayli. Endi Tornado 9 gram. Bu yilgi nishona hosillar bular. Tornado 10 gram. 9 ga 19 gram bo'lyapti. Endi buni shakar miqdorini o'lchab ko'ramiz do'stlar. Hozir refraktometr to'g'rilab olaman. O'zimdan operator yo'q. Shunga qo'yib turaman endi. Telefonni qo'yib, keyin tayyorlab olgandan keyin ko'ramiz. Do'stlar, mana Dubovskiy ro'zoyni ko'ramiz hozir. 1x. Demak, surat qilyapti. 22x. 22x bo'lyapti do'stlar. Dubovskiy ro'zoy bu. Endi Tornadoni ko'ramiz. Tornado mana 21x yig'ibdi do'stlar. Hozir ko'ramiz. Mana do'stlar. 21x Tornado.
Endi etyudni ko'ramiz. Etyud qancha chiqqan ekan shakar miqdori. Mana avtograf kaloni do'stlar. 20 yig'ib qo'yibdi avtograf ham. Qiyinroq bo'lyapti. Mana do'stlar 21x avtograf kalon. Mana shunaqangi gaplar mana taqqoslab ko'rganimizda 20, 21, 22 1x shakar miqdorlarini yig'ibdi do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'lasizlar. Omon bo'linglar do'stlar.